bu video bekordan bekorga sizni oldingizdan chiqmadi. Agarda videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, balkim meni ko'rish orqali siz ham o'zingizni ichki holatingizdagi bo'layotgan jarayonlarni va o'zingizni ko'rishingiz mumkin. Ismim Abdurahmon. Yoshim 27 da, oilaliman, bitta farzandim bor va 4 yildan buyon marketing sohasida zapusk yo'nalishlarida shug'ullanib kelaman. Videoni olishimdan asosiy maqsad anchadan buyon, bir necha yildan buyon ba'zi bir o'ylab yurgan fikrlarim, qilmoqchi bo'lgan ishlarim, daromadimni yanada oshirish va o'zimga, oilamga va boshqalarga o'rnak bo'ladigan inson bo'lib shakllanishga bo'lgan xohishlarim bor edi va bularni amalga oshirishni juda ham ortga surib kelayotgandim va qo'rquvlar ham bor edi. Ya'ni ba'zi narsalarni qilib ko'rishdan, sinab ko'rishdan. Bugun bularni barchasini bugundan boshlab yana yo'lga qo'yishni niyat qildim. Allohdan fazlini so'ragan holatda va bu videoni ham aynan shu maqsadda olman. Ya'ni anchadan beri o'sha har tomonlama erkin bo'lishni xohlab, o'ylab yurardim. Har tomonlama, ya'ni baxt tomonlama ham, moliyaviy tomonlama ham, boshqa tomonlama ham erkinlikka erishish xohlardim. Va o'zim shug'ullanib kelayotgan ishda ham doim bir joyda qotib qolishni xohlamasdim. Ya'ni oxirgi vaqtlarda ham bu holat juda ko'p o'zimda kuzatildi. Ya'ni ishga boryapman, kunim bir xilda o'tib ketayotgandek, xuddi samarasiz, behuda, mazmunsiz o'tib ketayotgandek tuyuldi va buni to'g'irlashni chin dildan xohladim. Ish davomida ham kechqurun ham shu narsalar bo'yicha o'ylab, nahotki men mana shu narsani to'g'rilolmasam, nahotki mana shu qaysidir kamchiliklarim ustida ishlolmasam, qaysidir yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yaxshi odatlarni yo'lga qo'ya olmasam, nahotki shunga irodam yetmasa, hayotga shunchaki yashab o'tib ketish uchun kelmaganmiz-ku degan o'y fikrlar bilan yurgandim va o'ylab yurgan hamma ishlarimni zametkaga tushirib, yozib chiqib va shularni bugundan boshlashga qaror qildim. Agarda men hozir bu narsalarni qilmaydigan bo'lsam, agarda hozir bu narsalarni yo'lga qo'ymaydigan bo'lsam, ertaga ma'lum bir vaqt, yillar o'tgandan keyin, umrim ma'lum bir yoshga kelgandan keyin Alloh umr bersa, men shuni nimaga qilib ko'rmagandim degan afsuslanishlar bo'lmasligini oldini olish maqsadida boshlayapman va shu jumladan shu kontentlarni ham boshlamoqchi bo'lib yurardim anchadan beri. Shaxsiy brendga ham ishlash niyatlarim bor edi va bularni ham juda ko'p narsalarni ortga surib kelayotgandim va hammasini bugundan bittadan bo'lsa ham imkon qadar Alloh qodir qilgancha sekin-sekin yo'lga qo'yishni niyat qildim. Allohdan yaxshilikni so'rab bugundan harakatni boshladim va eng yana bir kuchli turtkilardan, sabablardan biri ustozim Humoyun Sobirovni YouTube'dagi mana shu yerda hozir chiqarib ketamiz. Shaxsiy rivojlanish, fikrlash va inson hayotda o'zini topish yo'lida bo'lgan insonlar, o'zini topolmayotgan insonlar uchun maxsus chiqarilgan videolarni ketma-ketlikda yo'l-yo'lakay ishga ketayotganimda ko'rish orqali yanada turtki bo'ldiki, shu mashinada bo'lsa ham ideal vaqtni, qulay vaqtni kutmasdan darhol shu videoni yozib, shu bugundan boshlashimga qaysidir ma'noda sababchi bo'ldilar va bu uchun ustozimdan Alloh rozi bo'lsin. Video cho'zilib ketmasligi uchun xulosa sifatida aytmoqchiman. Ya'ni buni hammasini boshlashimdan asosiy maqsad meni oila a'zolarim bor, farzandim, ayolim, ota-onam bor. Ertaga ularga suyana oladigan inson bo'lish, ular o'rnak ola oladigan inson bo'lish. Ya'ni farzandim ham katta bo'lyapti. Agar men o'zimni o'zgartirmasam, undan qanaqa qilib yaxshilikni kutish mumkin? Undan qanaqa qilib yaxshi, solih inson bo'lishini, boshqa yaxshi odatlarni shakllantira olishim mumkin agar u narsalar o'zimda bo'lmasa, yoki ayolimda ham xuddi shunaqa, yoki ota-onam ham ertaga men bilan faxrlana oladigan inson bo'lmasam, unda yashashdan nima ma'no degandek va kunlarimni imkon qadar mazmunli, qiziqarli, manfaatli o'tkazishga harakat qilmoqchiman va bundan buyon va oldin yo'q deya olmagan narsalarim bo'lsa xijolat bo'lib, hozir shularni o'zim xohlamagan narsalarga yo'q deya olish, o'zim xohlagan narsalarni sinab ko'rish, qanchalik qo'rqsam ham o'sha narsalarni test qilib sinab ko'rib, amalda qo'llab ko'rishga harakat qilib ko'rmoqchiman va shu jumladan ishimda ham yanada moliyaviy tomonlama, ham vaqt tomonlama erkinligiga chiqmoqchiman Allohning izni bilan va bu uchun qilinishi kerak bo'lgan sabablarni ham yanada o'zimni ustimda ishlashga harakat qilib, qo'shimcha mas'uliyat olib, sinab ko'rmoqchiman. Ya'ni bu jarayonlarni to'liq imkon qadar kontentlar orqali yoritib, ulashib borishga harakat qilaman. Ya'ni bundan maqsad nima deyiladigan bo'lsa, o'zimga qo'shimcha mas'uliyat ham yuklash. Ya'ni ommaga chiqib turib bu narsani ayta olsam, ko'rsata olsam va bu orqali menda yana qo'shimcha yelkamga mas'uliyat yuklanadi va uni xohishim bo'lsa, kayfiyatim bo'lsa, qilishimga bir turtki, bir kichkina sababchi bo'lsin degan maqsadda. Va kimdadir agar xuddi shunaqa mendagi qanaqadir komfort zonaga tushish yoki o'zini qidirish jarayonida bo'lsa, men o'zi nimada baxtliroq yashashim mumkin, ya'ni qaysi kasb bilan, qaysi ish bilan shug'ullansam yoki vaqtimni qanaqa o'tkazsam yaxshiroq, mazmunliroq o'tkazishim mumkin deb o'zini qidirayotgan insonlar bo'lsa va ular uchun ham foydali bo'lsa, manfaatli bo'lsa, Allohning izni bilan bundan xursand bo'laman va nafaqat kontent ulash, balkim qo'shimcha
savobga ham sababchi bo'lsin degan maqsadda videolarni bugundan olishni boshladim. Bugun 16-iyun 2026-yil va agarda kim menga o'xshab turib xuddi shunaqa o'zini topish yo'lidagi inson bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Agarda kimga bundan keyingi kontentlar ham va xuddi shunaqa yo'nalishdagi shaxsiy rivojlanish, fikrlash, o'zini topish yo'lidagi harakatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu sahifamga obuna bo'lib, kuzatib borsanglar, xudo xolasa sizlarga manfaatli, vaqtinglarni behuda sovurmaslikka harakat qiladigan kontentlar bilan bo'lishib borishga harakat qilaman. Rahmat, salomat bo'linglar.